16-fevral 26-yil Nargis klinikasi qani bo'pti, nima bo'pti ekan? Bo'pti, mana 9 yoshli partnerli yigitimiz edi. Rosa askaridasi juda ham ko'p ekan. Oyisi bosh og'riqlari bilan kelibdi. Qayerdan ko'rib kelgansiz oyisi? Instagramdan ko'rdim. Nima bo'yicha ham keldingiz? Shu boshlari og'riydi, oyog'im o'tgan kuni oyog'im rosa og'riyapti deganiga. Keyin ko'rdik, skidka bo'layotgan ekan. Keyin oilaviy sharoitimiz. Hozir skidkamiz 18-fevralgacha davom etyapti. Bemalol kelib skidkada olsanglar bo'ladi, analiz javoblarini, lichenalarni 18-fevralgacha skidkada olsanglar bo'ladi. Qarang, oyisi. Bu hammasidan Lichinka hammasidan chiqdi asali. Askaridan lichinkalari ham bor. Oyisi undan tashqari zreniya pasaytiradi, boshlariga ham og'riq beradi askarida. Bilib qo'y, undan tashqari shig'ichillash, orqa so'l yoqishlar ham, sessani qoplari ham, allergik griboklari, o't qoplari qichidimi? O't qoplari dimlangan, ishtahasi bo'g'ilishi, og'iz hidlanishi ham mumkin, yuzlariga dog' tushib bolani. Tushganmi? Mana Malades, rosa o'zi ham qutlagan ekan. Endi bu yog'iga dars qabul qilishlari ham oson va yaxshi bo'ladi. Mana ko'ringlar, gigiyenaga rioya qilinglar, bolajonlar.